Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Hozir men sizga uyda ta'lim oluvchi o'quvchilarni masofadan turib baholash uchun tayyorlangan dasturni tushuntirib o'taman. Ushbu dasturdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, Google orqali yoki istalgan brauzerda uyda ta'lim.uz deb yozsangiz, ushbu dasturni topishingiz mumkin. Ushbu dasturdan foydalanish uchun dastlab ayrim ma'lumotlarni kiritib, o'quvchi ro'yxatdan o'tib olishi kerak. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng panelda ushbu ma'lumotlar paydo bo'ladi. Bunda kerakli mavzuni topib, shu mavzu to'g'risidagi dars tugmasini bosib, darsga doir ma'lumotlarni o'quvchi tanishib chiqadi va bosh sahifaga qaytib, shu mavzuga doir testlarni bajaradi. Ushbu testlar mavzuga doir tayyorlangan testlar bo'lib hisoblanadi. Va testlardan olgan natijalarni tekshirib ham ko'rishi mumkin. Tarix bo'limi orqali ishlagan testlarining xato va to'g'ri ishlanganliklarini sonini ko'rishi mumkin. O'rinlar paneli orqali uyda ta'lim oluvchi o'quvchilar o'rtasidagi ham o'z o'rnini ko'rishi mumkin. Ya'ni bunda uyda ta'lim oluvchi o'quvchilar qaysi biri nechinchi o'rinda turgan va ushbu mavzudan nechta xato, nechta to'g'ri ishlanganlik ma'lumotlari ko'rinib turadi. E'tiboringiz uchun rahmat.